Salom, salom do'stlar. Bugun sizlar bilan magnitofoni bor mashina rusumlarida hammaga kerakli bo'ladigan yo'ldoshchilikni zeriktirmaslik uchun qo'shimcha ketiladigan telefonni mashina bluetoothga ulashni o'rganib chiqamiz. Birinchi o'rinda zamak ochib olinadi va radio yoqib olinadi. Boshlang'ich ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Biz birinchi qiladigan ishimiz Bluetooth tugmasini bosib olish. Va mana bunday oyna chiqadi. Keyin esa telefonimiz Bluetooth'ini yoqib olamiz. Telefonimiz Bluetooth'ida mana bunaqa Car Audio deb chiqadi. Bu chiqmasa, sizga boshidan o'rgataman. Siz birinchi o'rinda mana bu tugmani bosib olasiz. Va qidiruv ketdi. Telefondan qidiruvni bosasiz. Mana Car Audio deb chiqdi. Ustiga bosamiz. Mana keyin mashina Bluetooth'idan mana bunaqa raqam chiqadi. Siz telefonga ana shu pin kodni kiritasiz va tugmasini bosasiz. Mana telefonimiz ulandi. Buni tekshirish uchun sizlarga hozir qo'shiq qo'yib eshittiraman. Mana va ketdi. Ya. Bir narsani aytishimdan chiqdi. Keyin telefon qilish uchun birinchi tugma, audio eshitish uchun ikkinchi tugma bosiladi. Ikkinchi tugmani bosamiz hozir va qo'yildi. Mana to'xtadi. Ovozini ko'tarib eshitib ko'ramiz. Mana shu tarzda bog'laniladi. Aytgancha kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Sizlarga bundan keyin ham avtomobillarda kerakli bo'ladigan narsalarni o'rgatishga harakat qilamiz.